Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun sizlar bilan biz ingliz tili alifbosi va uning transkripsiyaning ichidagi tovushlari haqida ma'lumot olamiz. Ingliz tilini meni maslahatim, shaxsiy maslahatim bu. Ingliz tilini avvalambor harflardan, ya'ni alfabetdan boshlab o'rganish kerak. Chunki bu alifboni o'rgangan paytimizdagi vaqtimiz ko'p sarflanishi mumkin. Lekin bu bizni talaffuzimizni kelajakda to'g'ri chiqishiga, chiroyli chiqishiga yordam beradi va boshdan boshlaganingizda keyinroq ancha o'rganib qo'yganingizdan keyinroq orqaga qaytishga erinasiz. Ya'ni ko'p o'quvchilarda bo'ladigan vaziyat. Meni o'quvchilarim ko'p savol beradi. Ustoz, qanday qilib talaffuzni to'g'rilasak bo'ladi? Talaffuzni to'g'rilashda bir nechta ilovalar bor, to'g'ri, lekin talaffuzni to'g'rilashda u ilovalardan foydalanish uchun ham siz qonun qoidasini bilishingiz kerak-ku. Qaysi harfning oldidan qaysi harf keladi va qanday tovush beradi? Ingliz tili alifbosi ham xuddi bizning o'zbek alifbomiz singari lotin alifboga asoslangan. 26 ta harfdan iborat, lekin 21 tasi undosh, qolgan 5 tasi unli. Va harflarni o'qiysiz, yozasiz, lekin tovushlar degan narsa bor. Tovushlarni bu siz talaffuz qilasiz, eshitasiz va ingliz tilida hech qachon harflar tovushlar bilan to'g'ri kelmaydi. Ba'zan harflar ko'proq bo'ladi, tovushlar kamroq bo'ladi-da. Mana misol uchun bu yerga misol keltirib qo'yganman. Apple-da. Apple olma so'zi, lekin apple deb o'qimaysiz. Apple deb o'qiysiz. Hamma apple deb ketgan. Uni yodlab, o'rganib ketgan. Lekin nimaga asoslanib Apple 3 ta tovush berayotganligini hech kim to'g'ri bilmaydi. Ya'ni Apple'ga o'xshagan boshqa murakkabroq so'z kelib qolsa ham ko'plar bilmay qolishi mumkin. Bu Apple so'zi 5 ta harfdan iborat, lekin 3 ta tovushdan hosil qiladi. Ingliz tilidagi harflar 26 ta harflar bor, to'g'ri, lekin tovushlar undan sal ko'proq. Tovushlar bilan harflar bir-biriga to'g'ri kelmaydi dedim. Tovushlar harflarning oldida turadi. Ko'pincha mana bunday sariqqa belgilab qo'yganman, ko'rgan bo'lsangiz, bu transkripsiya belgisining ichida turadi. Va transkripsiyaning ichidagi belgilar bu tovushlar hisoblanadi. Buni biz hozir hammasini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, alfabetdagi A harfini A demaymiz, A deymiz. B, C, D, E, F, G, bu J emas, G. Mana bu G harfi, G ham o'qiladi, G ham o'qiladi. Qachon G, qachon G o'qilishini hali alohida bir ko'rib chiqamiz. Mana bu H harfimiz bizda H deb aytamiz, lekin bu H. H deb o'qiladi, H deb tovush beradi, lekin alifboda H harfi H tovushini beradi. I bizda mana bu I harfi I tovushini beradi ularda. Ko'pincha agar so'zning boshida keladigan bo'lsa, I degan tovushni beradi. So'zning ichida ochiq bo'g'in, yopiq bo'g'in degan narsalar ham bor. Ularni hali yana o'rganib chiqamiz. Mana bu J, K, L, M, N, O emas, O. Agar O harfi ochiq bo'g'inda keladigan bo'lsa, ana shu O o'qiladi. Hali yana ko'rib chiqamiz qanday tovushlar berishini. P, Q, Q harfi bilasizki, juda ham bu odamni, mana misol uchun ingliz tili o'rganayotgan odamni juda ham chalg'itadi. Q hech qachon Q o'qilmaydi. Esingizda qolsin, bu har doim K ham emas, K tovushini beradi. Q. R harfiga keladigan bo'lsak, endi bilasizki, bir nechta ingliz zabon xalqlar bor. Bulardan yirik namunasi Amerika va Britaniya, Avstraliya ham albatta. Amerikada R sal bo'lsa ham aytiladi R. Britaniyada A, cho'ziq A deyishadi. S, T, U transkripsiyaning ichidagi belgi J belgisi bu yerda Y o'qiladi, chunki transkripsiyada boshqacha o'qilishini, boshqacha talaffuz qilishini aytdim. U, transkripsiyada Britaniyada mana Ju bilan berilsa, ya'ni U bilan berilsa, Amerikada U ni o'zini berishadi. V, W. V da bu V bilan W ikki xil. V lablarimiz tishimizga tegan holda V deb tovush beriladi. Mana bu W da
v deb o'qishadi ko'plar, lekin v emas bu v, ya'ni lablarni cho'chchaytirgan holda v deb talaffuz qilishimiz kerakligini ifodalaydi. Xo'p, x ga keladigan bo'lsak, x deb o'qiymiz ko'plar. Mana misol uchun menga 3-sinflardan, 2-sinflardan keladigan o'quvchilar ham bor. O'shalar x ni o'qiyotganda juda ko'p xato qilishadi. Bu x emas, bu x yoki x degan tovushni beradi. Hech qachon ular x ni x deb o'qishmaydi. Endi bizda x, lekin ularda x emas. Y harfiga keladigan bo'lsak, y tovushi bilan chiqadi, lekin agar so'z boshida keladigan bo'lsa y, agar so'zning oxirida keladigan bo'lsa, xuddi ani ignaga ketadigan i harfimiz bor, o'sha tovushni ham beradi. C T emas, CT. Endi z ga keladigan bo'lsak, Amerikada z deb belgilanadi, Britaniyada z deb belgilanadi. Xo'p, biz mana shu 26 ta harfni va tovushlarni o'rganib chiqamiz. Tovushlar harflardan ko'ra ozgina ko'proq bo'ladi. Biz buni yaxshilab yana alohida dars qilib boshlaymiz. Keyingi videolarimizda bizni kuzatib boring. Xayr.